Dünyada her qandaq əlaqəyə dost bolsunmu, her qandaq bir sınaqdan ötken təqdirdimi, iqtisad sınaqdan ötməgiçilik o nəhayət özəlqi tuluq sınaqdan ötüp olmagan qatarda hesaplandı. Yani iqtisad sınaqdan tuluq ötken əlaqəyə dostlar tuluq işençige egi bolup dese boldu. Çünkü iqtisadның işi nəhayət bək mürekkep bolğanlığı üçün. Şunun için Allah Teala Sür Enfal'daki 28. ayetinde وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ azim degan bir ayette şunu bayan kıldı. Yani sizlerdeki pul mallarınla, ballarınla bir imtihan, sınav. O imtihandan ötken ademlerge Allah'ın dergahida katta ecir var deydi. Şunun için her qandaq bir devletde mi, aşı devletniki iqtisadiga yana devlet tölegan bajga daxil tarız qilgan adamlarga nəhayət qattiq jazo berdi. O'g'riga, bulanchiga bergan jazodan mı og'irroq jazo berildi. Şu devletning bejiga, yani bulup Avrupada şundaq. Şunun için bu iqtisadni qandaq ishlatamiz? Qandaq ishlatgan vaqtida to'g'ri yo'lda ishlatgan bo'lamiz. Yani bizniki nazarimizda, yani burun tatib biz so'zlab kelayotgan, yani bizniki diniy olimlarning so'zlab kelayotgani fi sabilillah deydi. Fi sabilillah deganni Allah yolda işiltiş deydi. Allah yolda işiltişni nurgun kişiler tercim qilgan vaqtida yana jihadga işiltiş degan bo'ldi deb xaslashtirib ashundaq bayon qildi. Hem Kur'an'da Allah yolunu qandaq fi sabilillah degan bu kelimeni yoki bu cümleni qandaq o'zi ta'riflaydi, qandaq tasvirlaydi, qandaq o'zi izohlaydi. Bunun bu o'zi biraz nememdi. Fi sabilillah degan söz, yani Allah yolida degan söz, Allah iqtisadi sohada ko'rsatgan yo'llari degan gap. İqtisadni qandaq yo'l nima shart ostida ishlasak, Alloh taolo bizga qo'ygan xos shart ostida ishlasak, Alloh ko'rsatgan yo'lda ishlatgan bo'ldi ekanmiz. Buni bildirdi. Shuning uchun Alloh taolo iqtisadni ishiltishning o'rinlarini maxsus bayon qilib, Sür Tövbe'niki 60. ayetinde İnnema sadaqatu lil fuqara'i vel mesakini vel amilina aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqabi vel garimina ve fi sabilillahi ve ibnis sabili ferideten minallah ve allahu alimun hakim degan muş ayette aşıniki öz bir kısmını bayan kıldı endi. Iqtisadni ishlatgan vaqtida yana birinchi yani birisiga sadiq ihson qilib mundaq ishlatgan vaqtidagi iqtisodni davoladi. Faqirlarga, miskinlarga vel amilina alayha ve bu sadaqa jiqqan odamlarga yoki amilin deganning o'zi amaldorlar, yana undaq aytgan vaqtda hozirgi hukumatniki ma'muriy xodimlariga yig'ilgan davlatga yig'ilgan zakat nima baj demdik, bajdan hozirgi vaqtda baj deb ataydi buni. Onun işiltish vel muallafati qulubuhum ve boshqalarniki qalbini, yani istoshligini qo'zg'ash, o'ziga yaqin qilish maqsadida ishiltish. Hozirgi vaqtda misol buni mau Yevropa davlatlari Qizil Kirist cemiyetlari deb ataydi. Andaki mau Angliyada charti deydi. Mau Norvegiyada Pretex degan bir yeri var misol. Aşındaq yerliga kishilar ancha-muncha kiyib kiygan ya kiymagan o'zining ortiq narsalarni akib bekor berdi. Uni setib yoki olmaydi, ash faqir nima shundaq bir davlatlarga olib kiyimni u yerda taqtidigan yoki uni mayada sotaligini setib pulini olib u yerga taqtidigan ashundaq ishlarni qiladi. Bunda qilishlik maqsad nima degan vaqtda misol Türkiye
bir yerga o'ziniki qizlayma ularniki. Qizlay orqali ashundaq bir yerga yordam qilgan bo'lsa, bir davlatga bekka yordam qilgan bo'lsa, haqsiz yani. Maqsad nima degan vaqtida Türkiye davlatiga bo'lgan bir hissdoshligini qo'zg'ash ashadagi millatniki, ashadagi xalqniki Türkiye davlatini yaxshi ko'radigan, Türk millatini yaxshi ko'radigan yoki Türkiye xalqini yaxshi ko'radigan bir holatni shakllantirish uchun maqsad ashundaq qilindi degan gap hamda. Bu xato bo'lmaydi degan gap. Nima uchun degan vaqtida bu yerda o'zi insonlar bir-birini yaxshi ko'rib, bir-biri bilan munosabatni yaqin qilishni maqsad qilingan holatda ishlatsa, bu to'g'ri bo'ldi degan gap. Halqi qarshiligi hamda faqat yaxshilik, o'zaro orliqni yaxshilash maqsadida. Va bir riqob, qul ozod qilish. Yani hozirgi vaqtda qul ozod qilishning o'zini misol turmuga kirib qolgan insonlar bo'lsa, o turmudan pulga setib olib, ularning o'zini chiqib qo'yishning o'zi hozirgi vaqtdagi qul ozod qilishniki o'rinda bo'ladi degan gap. Misol bizniki qarindoshlarimizdan har davlatlarda masalan Tayland deymiz, Suriya deymiz, ashundaq yerlarda kampda turayotgan yoki turmut turayotgan qarindoshlarimiz bor. Ash qarindoshlarimizga shu davlatga pul to'lash orqali shu qarindoshlarimizni achib qo'yishning o'zimi riqob, ya'ni shu qul ozod qilganning o'rnida bo'ladi degan gap. Yani to'g'ri yo'lda ishlatgan bo'ldi shu vaqtda degan gap. Vel g'arimine qazdalarniki qazni, yani qazni to'layolmay qolib qolgan, qiynalib qolgan qazdalar bo'lsa, o qazdalarniki qazni to'lab qo'yish uchun ishlatsimi, yana o'zi to'g'ri yo'lda ishlatgan bo'ladi. Va fi sabilillah va Allah ko'rsatgan yo'llarda, Allah ko'rsatgan yo'llar deganning o'zi bu yerda nimani bildirdi desa, masalan maktab selish, yo'l yasab qo'yish, doktorxona selish, askarlarga ishiltish, ish qilib, shu davlatning, millatniki yaxshi bo'lish uchun, xalqniki farovonligi uchun degandek, shundaq yerga ishiltish, bu o'zi fi sabilillah deb atildi. Bizga kelsak, yani Uyg'ur xalqiga kelsak, yig'ilgan zakat hamdimizda başını davlat topshiramiz, yani ortiqcha zakat bermaydigan odamlar bo'lib qolsa, xayr ehson qilmaydigan odam bo'lib qolsa, undan yig'ilgan pullarning o'zini bizniki tashkilotlarimizga ishiltish, yana to'g'ri bo'ladi degan gap. Bizda nurg'un insonlar va zakatni mush faqir miskinga ishlatmasak bo'lmaydi deb tashkilotga ishiltishga bo'lmaydigan qatorda fatvo chiqaradigan endaq insonlar bor. O tashkilot shu bir millatni qutqizish, davlat qurish yoki millatniki o'zi shu ohuzarini dunyoga anglatish, shundaq maqsadda xizmat qiladigan bir organ bo'lganligi uchun bundaq tashkilotlarga, jamiyatlarga, jamoatlarga ishiltish bu tamoman o'zi to'g'ri bo'ldi degan gap. Faridatan minalloh. Bularning hammasi Allah insonlarga farz qilgan ishlar. Ya'ni pul topgan odamlar sinoqdan o'tma, Alloh taolaning sinoqidan o'tma desa, mush yuqorqi ishlarning o'zini shu o'z o'rnida qilsa bo'ladi, qilsa sinoqdan o'tgan bo'ladi, Allohning farzning o'zini ado qilgan bo'ladi deydi. Yana Sura Baqarniki 215-oyatida Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil validayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim degan bu oyatning o'zidimi sinodan ular nimani Allah ko'rsatgan yo'lda yana xashlaydiganlik haqida savol so'raydi. So'ragan vaqtda ularga qul ma anfaqtum min khairin bir yaxshi narsaning o'zini sizlar xashlamoqchi bo'lsanglar, falil validayni. Birinchi ota-onanglarga,
uningdan keyin yaqin urug' tuqqanlaringlarga, uningdan keyin yetimlarga, miskinlarga va ibn sabil, yo'l o'tkinchi, ya'ni yo'lda ketib o'tib, musofirlar misol, puli tugab ketgan, ammo boy odamlar, lekin uyga borsa pulisi bor, hamda u yo'lda puli tugab ketgan. Bundaq odamlar bo'lsa, men shundaq odamlarga xashlasang bo'ladi. Oma tafalu min xayrin. Fa innalloha bi alim. Sizlar qilgan yaxshilikni Alloh taolo biladi deydi bu yerda. Bu nima degan vaqtida birinchi inson o'ziniki baljaqillari, ota-onalari, urug' tuqqanlardan boshlash, ya'ni o yaxshilikning o'zini. Misol, pulisi bor odamni birinchi qilib o'zining baljaqillarni yaxshi tarbiyalash uchun yaxshi maktabda o'qitish va kazo ishlarni qilish, undan oshqanda o'ziniki ota-onalari, urug' tuqqanlari xashlash, undan oshqa vaqt jamoatga va boshqa o'zi tashkilotlarga buni xashlash, bu o'zi yaxshi ish degan gap. Miskin, yetimlarga xashlash bu yaxshi. Buniki Allah'ın dergahida buniki ecriniki qandaq bo'ldigan haqida Sura Baqarniki 261-oyatida bunda deydi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Degan mush oyatning o'zida Allah ko'rsatgan yuqorqi, ya'ni yuqorida bayon qilingan ash yo'llarning birida o'zining pul mollarini xashlagan odamlarning o'qishi kamasali habbatin. Xuddi bir donning o'zini tergan odamga o'xshaydiki, u don ambatat sab'a sanabila. 7 shoxib chiqqan bir donga. Fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Har bir shexida 100 taldan don bo'lgan. Misol bir tal bug'doyni yerga tersak, 7 shoxib unib chiqqan bo'lsa, har bir shexida 100 taldan don bo'lsa, 700 don bo'ladi degan gap. Vallahu yudaifu liman yasha. Allah xalqan kishiga mushundaq o'zi uning ajrisini ko'paytirib beradi. Bu nima degan bo'ldi desa, bir odam misol bir balani yaxshi bir maktabda misol fizikaga o'xshash yoki shu naytilqi hozirgi zamondagi yaxshi bir ilm sohasida o'qitib qo'ysa, u bola shu ilmi orqali yoki askarlik generalga o'xshash misol, u bola bir davlatni yoki bir millatni qutqizib qolsa, uningga berilgan ajri haddi hisobsiz bo'ladi degan gap. U necha million, necha shunda jiq odamni qutqazgan bo'ladi, qutqazgandan keyin uning ajrisi misol haddi hisobsiz bo'ldi degan gap. Ya'ni bu yerda Qur'oni Karimda farzni Alloh taolo ikkiga bo'lib nima qiladi? Biri farz ayni, birisi farz kifoya. Ya'ni jiroqdagi insonlarga qildigan istoshlik o'ziniki ko'z oldidagi insonlarga o'ziga qildigan istoshlik haqida ikki xil nimani bayon qildi. Farz kifoya deganning o'zida farz kifoya degan hamda bir millatning ichida har xil sohadagi ilmlarni, misol bir to'plum, yana bir guruh inson bir millatning ichidan bir guruhisi fizik o'qisa, yana bir guruhisi matematika, yana bir guruh ximiya degandek har sohani o'qib, u millatniki butun ilm sohasining o'zini to'liqlaydigan gap endi. To'liqlagandan keyin u yerda u million insonlarniki masalan qutulushi yoki bo'lmaydi uning ehtiyojini qamdishi ashunga hal bo'ladi degan gap. Masalan bir fizikchining o'zi bir tokni bir mahallani tokini yo'ritib bersa, u mahallada qancha ming odam yashagan bo'lsa, shu mahaldagi shuncha ming odamga qarata Alloh taolo ajr berdi degan gap. Shuning uchun bu yerda 10dan 7, ya'ni 1dan 700 gachilik savob bo'ladi deyishdiki, hamda 700 to'xtab qolmaydi. Jiq savob bo'ldi degan ma'noni bildirdi bu. Yani şunda köp savap bolu deyen gap oldu. Şunun için bu yerdeki neresi neymi dese, insanlar tapkan pul mallarının özüne yani ilim sahası da bulup mu? İlim sahası da haşligen vaxtıda o naiti, onunki ecirsi naiti kattı oldu. Ama bizdeki insanlarımız, bizdeki dini sahadaki bulup mu, dini alimlerimizin köpüncüsü ilim diye vaxtıda Kur'an yadılaş. U tugab ketsa hadis yodlash, u tugab ketsa fiqhni yodlash,
o'xshash mushundaq o'z narsalarga xashlashning o'zini birinchi o'rinda qo'yadigan undaq ahvollar biz nihoyat ig'ir. Endi buni ilm babida bir qatim deb o'tdik. Ilm her zaman uniki ahamiyati tegishib turdi, ya'ni o'zi nimalqi o'zgarib turdi. Bir zamanlarda ilm bu insonlarga ashni o'qimasak bo'lmaydi, ashni bilmasak bo'lmaydi-ki deyilgan narsa bo'lgan bo'lsa, u keyingi bir zamanlarda u ilm holatda, ya'ni ilm hisoblanmagan darajaga chiqib qoladi. Misol, o'z vaqtida Qur'on yodlash, bundan 1400 yil burun Qur'on yodlash bir ilm hisoblangan bo'lsa, hozir Qur'onning ichidagi Qur'on bizga tavsiya qilgan, Qur'on bizga buyurgan ilmlarni o'qish u ilm hisoblandi. Qur'onni yodlash hozirgi vaqtda ilm hisoblanmaydi. Bunday vaqtida. Qur'onning o'zini u bosh yodlab, uning ichidagi narsani hech narsani tushunmay turib, unda yod o'qib berish hech qachon ilm hisoblanmaydi. U Qur'onni yodilgan qarta unda o'z savobmi bo'lib ketmaydi. Nima uchun degan vaqtida uni tushunmay turib o'qigan narsani hech qanday bir ajrisi bo'lmaydi. Biz hukumatning maktabida o'qigan vaqtida hech narsani tushunmay turib, Do'mpanxo tayyashi degan o'zi nimaning o'zini she'rini o'qiydik. Xuddi shunga o'xshagan gap ham bu. Hech qanday ma'nosini tushunmay o'qiydigan bir narsa degan gap. U shu vaqtning o'zida ehtiyoj sababidan darhol yezib qoldirish mumkinchilik bo'lmagan vaqtida yod olishga to'g'ri kelib qolganligi uchun yodagan bo'lsa, yezib olgach orliqda Qur'onni bu ehtiyoj sababidan qilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda har bir insonning uyida xohlagancha pulisi bo'lsa qanchalik Qur'on akvasi bo'laveradi, unga u yod olishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Ham bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'onning ichidagi Alloh taolo o'qinglar degan o'qish nima buyruq amal qilish orqali dunyoda insoniyatniki manfaati uchun, insoniyatni har xil o'zi qiyinchilikdan qutqizish uchun, insoniyatniki baxt saodati uchun bu o'zi ilmni o'qish bu o'zi farz hisoblanadi degan gap. Shuning uchun bir zamonda degan bundan burun 1400 yil burun o'zi ilm hisoblangan bir narsaning o'zini hozirgi zamonda mı şunun özünü ilim. Yani şu vaqt o'qiya yasashning o'zini bir ilim degan bo'lsa, hozirmi shu o'qiya yasashning o'zini ilim deb turib olishning o'zi bu bir intayin xato bir tushuncha. Misol zamonga moslashmagan, zamonidagi ilmning o'zini bilolmagan bundaq bir inson bo'lib hisoblandi. Bu odamlar hozirgi zamonda yashayotgan bo'lsa-mu, uning jismi, uniki ruhi bundan burunqi zamonlarda, yani minglarcha yil burunqi zamonlarda yaşagan Allah burun bu zamandan o'tib ketgan bir inson qatorida hisoblandi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida yetim miskinlarga yordam berish va undan eng cho'ng savob bo'lgan narsa nima degan vaqtida ilm sohasida millatni bir insoniyatni qutqizish, to'g'ri yo'lga chiqarish, to'g'ri yo'lda qutqizish maqsadida xashlangan iqtisod bu vaqtida o'zi uniki ajri texmi katta bo'ldi degan gap. Shunga bizlarniki o'zi Qur'oni Karimda shu boy deganga o'xshash bir millatning to'rigi olimlar, boylar va u millatniki madaniyatlarining o'zini ijod qilib rivojlantirib turayotgan insonlar bular millatniki o'zi to'rigi hisoblanadi. Olimlarning ichida hozir bizning ichimizda ikki bo'lib qaraydi, diniy olimlar, fanniy olimlar deb. Aslida Qur'oni Karim hammasini birla olim deb hisoblaydi. Bu olimlarning o'ziniki ilmini shundaq o'zi Alloh taoloning Qur'oni Karimni tushirishga maqsadiga uyg'un holatda, Qur'oni Karimni tushirishga maqsad nima degan vaqtda adolatni tiklash. Adolatni tiklash uchun zulmning o'zini yo'q qilish. Ya'ni zulm qarshi turib adolatni tiklash, jaholatga qarshi turib ma'rifatni tiklash maqsadida Qur'oni Karimni tushirdi Alloh taolo tushirgan. Shuning uchun nima degan vaqtda Qur'oni Karim birinchi qilib o'qi degan o'zi buyruqni bergan. Bu o'qishni amalga oshirish uchun nurg'un insonlar misol kallasini aytib ishlaydi. Ham o'qiydi desa, uni iqtisodiy yor bermaydigan insonlar bo'ladi. Bundaq insonlarga
iqtisodi va insonlar yoki bo'lmaydi bir qancha insonlar bir bo'lib oz-ozdan bo'lsin pul chiqarib undaq insonlarni o'qitib millatga, o'ziga va kelajakka kerakli insonlar qilib chiqarish nihoyat muhim. Iqtisodni mana shundoq yerlarga ishiltish, ya'ni o'z millatini qutqizish, o'zini va o'z millatini qutqizishdan boshlab shuni nishon qilib o'qitish nihoyat muhim. Uning uchun o'zi siyosat deymiz, iqtisod deymiz, tabiiy fan, ijtimoiy fan sohasida o'qitishning o'zi nihoyat muhim. Men bu gapni nihoyat qilib ketdim. Nurg'un o'z diniy sohadagi qarindoshlarning ochchig'i kelgan bo'lishi mumkin. Ammo bugungi kunda yana o'nlagan, yuzlagan, hatto uningdan jiq natijada 30-40 dan 50 dan 100 dan odamlarni, bolalarni yig'ib olib, bu yerda kech kunduz o bolalarni urib yurib, Qur'onni yodlatib, keyin o'zi 20-25 yosh kirgan vaqtda o bola o'qishni kutdim deb taloq chiqqandan keyin hech narsaga yaramaydigan misolda, o'zining qo'shig'ini baqamaydigan holatda bir inson qilib o'tirg'i chiqarib qo'yish, bu bir jinoyat hisoblanadi. Ya'ni o'zining zamonini tushunmagan va zamoniga loyiq odam bo'lolmagan bir inson bu o'tirg'i chiqdi. Bu insonlar andan keyin davomli o'zi bu zamonga moslasholmagandan keyin u dunyoni tushakib tizaraq o'lib ketsa, shu dunyoda o'zi jannat kirib olsa, shuni orzu qiladigan bunday bir holat shakllandi insonlarda. Shuning uchun bizniki olimlarimiz va iqtisod egillari bo'lgan boylarimiz yoki xalqimiz shu iqtisodni ishiltish o'rinlarini nihoyat o'zi yaxshi tushunishi lozim. Birinchi o'rinda avlodlarni to'g'ri shaklda hozirgi zamondagi ilm fanlardan xabardor qilishi, o ilm fanni nihoyat o'zi yaxshi o'qishga o bolalarni rag'batlantirishi, yordam qilishi nihoyat muhim o'rinda turadi. Yana Sura Baqara'dagi 262. oyatida الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون degan moş ayetning o'zidimi? Yani iqtisod egilleri bo'lgan yoki yordam qilgan insonlar, boy bo'lsin yoki normal insonlar bo'lsin, buning qo'yilgan shartlarning o'zini bayon qilyapti Alloh taolo. O'ziniki iqtisodini Alloh ko'rsatgan yo'llarda, yani yaxshi yo'llarda ishlatgan insonlar nima qilmasligi kerak desa, u iqtisodni ishlatgan vaqtida iqtisod berilgan insonlarga azo qilmasligi kerak. Zulm qilmasligi kerak, uni haqoratlamaslik kerak. To'ttangini berib qo'yib, undan keyin o'zi uni akidi ko'zdigan, unda xalqi yoki maydo bir narsani, bir undan foydalanishning o'zini maqsad qilgan holatda bundaq bir ishni qilmasdan, uningga xolisona holatda o'ziniki yaxshi niyat bilan iqtisodiy yordamni qilishni Alloh taolo bu yerda bizga buyuryapti. Ya'ni insonlarga yordam qilgan vaqtda, ya'ni bo'libmi o'zimizniki xalqiga yordam qilgan vaqtda uni uning ajrisini Alloh berdi. Bu bizniki xalqimizga bir kerakli odam bo'lsin. Xalqimiz shu zulmlarni tortishdagi sabab shu ilmdan o'zi jiroqlashib qolganlik sababidan bo'ldi deganni o'zi his qilgan holda avlodlarimizga shunday o'zi yaxshi yordamlarni qilish, bu o'zi Alloh taoloning oldida nihoyat katta ajriga muyassar qildi degan gap. Endi bu berishdimi bu yerda endi haddi hisobsiz halqi undaq bergan insonlar yo'q hozirgi vaqtda. Undaq berib chiqim bo'lamdi degan vaqtda Alloh taolo uningga cheklim qo'yibdi. Sura Isroniki 26-oyatdan 30-oyatgacha o'sha oyatning o'zida va ati zal qurba haqqahu val miskina وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
Ve imma turizenne enhum ibtigaa rahmetin min rabbike tercuha fekul lehum kavlen meysura degan mush ayetning oxirigachilik. Bu ayetli nimdaydi degan vaqtida miskin, faqir, yo'lovchi yo'lda pul suyab ketgan mushundaq insonlarga uning haqqini berang deydi. Haqqini berang deganning o'zi bir insonlar u yer bir yerda qiynalib turibsa, sizlar o'zi kunligi shunchalik rohat yashab turib, aniki o'zi qiynalib ko'rib turib, uning yordam qilmaydigan insonlikning o'zini unutib ketgan bundaq ishlarni qilmanglar. Vala tubezzir tabzira. Yani o da pul mallarını xəşligen vaqtidimi naiti israf qilib, çekip bundaq holatda qilmanglar. Bu yerda nim degan bo'ldi bu ikki ma'noga to'g'ri keldi. Qalaymuqa yo'llarga xəşlab pulingni chashmang degan ma'no bo'ldi. İkincisi yaxshi ish qilgan, misolda yaxshi ish qilgan bo'lsanglar, o yaxshi ishni qildim deb, o şunu layık pul xərcləməsin, onun qalqı həddi hesabsız alətdə artıqçı pul xərcləb, pulunu israf qılın, bundaq işlərini qılmaqlar deyir. İnnel mubazzirin kanu ihvane şeyatin ve kana şeytan li rabbihi kafura degan. Yani pulunu çaşqan, pulunu çekip israf qilgan insonlar o vaqtda nim bo'ldisa, bu şeytanның dostları bo'lib qoldi, azg'ullarning dostları bo'lib qoldi. Azg'ulluq li rabbihi kafura. Rabbiga, yani Allah Teala'ga kafir bo'lganlik hisoblanadi. Misal Allah Teala'nınki bergan ne'matlarini to'g'ri yo'lda ishlatsin yoki xato yo'lda ishlat, to'g'ri yo'lda ishlatgan taqdirdami, uni shu loyiqida ishlatish. Xato yo'lda ishlatish butunlay xato. Bundaq o'zi o iqtisodning o'zini yoki isrof qilish, buzib chechish, bumi o'zi Allah Teala'nın oldida cho'ng bir jinoyat bo'lib hisoblanadi. Eğer sen Rabbiniki merhametini talep qilmoqchi bo'lsang, ularga chiroyli gap qil. Yani bu yerdagi narsa nima degan vaqtida bir qism insonlar bir ehtiyoj, iqtisodga ehtiyoj bo'lib kelgan vaqtida iqtisod bermay, uning o'zi aharat qilgan ishlar bo'ldi. Hech bo'lmagan vaqtida uning chiroyli gap qilib, hemen nima yordam qilolmayman, xafa bo'lma degandek chiroyli gapni qilishni bilish bu insonlikqa to'g'ri keladigan bir ishlar. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataqud maluman masura degan 29-oyda bunu deyapti endi. Yani Allah Teala deydiki, butunlay boshqalarga binas bermaydigan bexil bundaq inson bo'lishdimi sen saqlan. Va lekin wala tabsudha kullal basti. Hammani berib o'tib, sen boshqalarga muhtoj bo'lib qolgan holatga tushib qolishdimi, ham saqlan deydi Alloh taolo. Ya'ni hamma narsalik o'tiral bo'lgan yaxshi. Shuning uchun boshqalarga ma'lum miqdorda o'zi yordamni qilib, ammo o'zing qalanda o'qib ketgan bundaq ishlarni qilsang bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtida yuqorqi oyatlarniki umumiy mazmuniga asosan Allah Teala'nın buyruqlarına asasen iqtisodni şu to'g'ri yo'l bilan tepib qilgandan keyin buni to'g'ri ishiltishniki yo'llari nima degan vaqtida Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan bo'yicha uni birinchi isrof qilmasdan, buzib chashmasdan xashlash, o'zining oilasidan boshlab, boljaqisidan boshlab jamiyatdagi o'zimizning qarindoshlari, urug' tuqqanlari bo'lgan faqir miskinlarga va ularniki baljaqillarniki o'qitish ishlariga, yani jamoatning ishlariga ishiltish bu nihoyatda yaxshi bir to'g'ri yo'l ishlatganlik hisoblanadi deydi Alloh taolo.
iqtisodni ishlatishga yana bir o'zi ishlatgan vaqtida insonlarning o'tib qolish ehtimoli bo'lgan yana bir ishni o'zini Alloh taolo sura Niso'niki 38-oyatida bayon qilib والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. Bu ayette bir bayan kıldı. Özündeki iqtisadını başkalarga ko'z qilish uchun xashlagan va Alloh taologa ishonmagan, oxirat kuniga ishonmagan insonlar bu to'g'ri insonlar bo'lmaydi. Va man yakuni shaytonu lahu qarina fasa'a qarina. Ozg'unlik u odamga yaqin bo'lib qolgan ekan, u noati uniki yaqini, ya'ni uning do'sti noati yaqin nima? Yomon bir o'zi do'st bo'lgan bo'lib qoladi. Chunki nima degan vaqtida bu bizniki vatandami biz bu vaqtdan batdi keyingi zamonda nihoyat avjaganki misol baylar to'y qilgan vaqtida bolalarniki uni to'yini qilgan vaqtida shu og'ich pulni xashlab andekin millatni boshqalarni ashundoq to'y qilishga so'rab millatning iqtisodini vayron qilish misol bu riyokorlik nihoyat og'ir bir kasal. Başqalardan men qalamtim deb o'tirib, anadaki o'zi ba'zan odamlar o riyokorlikniki daridan chiqib bo'lmay, puli yetmasa boshqalarni qazib turib, shunday o'zi buzib tashlaydigan, shunday ishlar keyingi vaqtda bizning vatanda avjab ketgan ekan. Shunday ishlarni qilish bu nihoyat og'ir bir jinoyat deydi Alloh taolo. Bundaq odam ozg'un insonlar hisoblanadi. Shunga Qur'on-i Kerim'de israf degan bir mavzu var. Bu israf Allah Teala nayet yaxşı ko'rmaydigan, yani yomon ko'radigan bir yo'l hamdi. İsraf qilgan insonlar boshqalarni iqtisodiy krizisga so'rab mangadi. Iqtisodiy krizisga so'rab mangadi deganning o'zi, yani hamma odam bir odatdagi bir so'g' salom bilan bir so'g' qilib o'ssa bo'ladi. Ammo pulsi var insanlar göz qilib boshqalar 10 koy so'q qilib ular 100 koy 1000 koy o'zi so'g'ini qilib turgandan boshqalardagi xijil bo'lib bu yerda qiyinchilikqa duch kelgan gap insonlarni unda qiyinchiliklarga so'rash bu Alloh taolo o'zi nihoyat yomon ko'rgan bir ish. Buning o'zini Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi desa isrof deb qaraydi. Yani bir o'zi iqtisodni xashlaydigan iqtisodni o'zi xata yo'lniki yana bir tarafining o'zini Alloh taolo bayon qilib sura Anfal'dagi 36-oyatida innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha summa takunu alayhim hasratan summa yughlabuna vallazina kafaru la jahannam yuhsharun degan Moş ayetinin özde bayan kıldı. Kafirlar özneki pul mallarını Allah'ın yolundan to'sish uchun xashlaydi. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda Allah'ın yolundan to'sish uchun xashlagan insonlar garchi o'zi la ilaha illalloh deb turgan bo'lsa-mu, uniki qilayotgan ishi kafirning ishi bo'ladi degan gap. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. Onu xashlab bo'lgandan keyin u narsa ularga keyin hasrat bo'ladi. Misol, nimishqa ashning o'zini men shu yo'lda xashlagandimmi? Deydi. Nima uchun degan vaqtda summa yug'labun. Keyin ular mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'lgan bo'lg'achqa u mag'lub bo'lgan yo'lda mag'lub qilingan yo'lda xashlashning o'zi o adam xato yo'lda xashlaganlikniki isbot deb qaraladi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Allohning yo'lidan degan so'zni bu yerda nurg'un nimalar shariylari va Allohning yo'li desa faqat lekin boy biz degan o'xshash mechselish, madrasalish yoki bo'lmaydi Qur'on tilovat qilish, Qur'on yodlash emas. Umi uning ichida endi. Uningdan boshqa har qanday ilmni o'qish bu Allohning yo'lida
xəşliganlik oldu. Məsələn, doktorxana səlişdəyimiz, yol nim qilish, millatning har qanday xizmatini qilish, yaxshi niyat bilan yaxshi ishlarni qilish hammasi Alloh taolo ko'rsatgan yo'l oldu. Ammo bundan to'sish, iqtisoddan chiqarib turib to'sish yoki bo'lmaydi boshqalarni iqtisod berishdan to'sish. O'xshash bundaq ishlar. Misol, hozirgi vaqtda her davlatda bir tashkilotlar bor. Tashkilotlarning ichida nurg'unlar misol jamiyatdagi nurg'un yaxshi ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin. Bir qismlari har xil niyat qurilgan bo'lsa-mu, ko'pincha hozirgi vaqtda Uyg'urlarning tashkilotlari Uyg'urlarga nurg'un yaxshi ishlarni qiladi. Ammo uning ichida ichidagi iqtisodiy ahvolni bilmay lekin o yeb ketdi, ichib ketdi deb o'tirib, boshqalarniki o jamiyatga berdigan iqtisodning o'zini to'sib qo'ydigan mundaq ishlarmi bizda nihoyatda kam. Ya'ni biz nurg'un tashkilot qurib ko'rdik, tashkilotning ichida yurdik, mundaq ishlar nihoyatda jiq. Shuning uchun jamiyatning ishini jamoat qildigan gap, jamoat qildigan ishlarning o'zi butunlay puli bo'ladi. Uningga o jamoatning beshi turgan insonlar jamiyatdan yig'ilgan pullarni hisobini vaqti-vaqtida berib turish kerak, ammo ortiqcha bu yeb ketdi, ichib ketdi degan undaq narsalar bilan uni eplash orqali millatniki kelajagi uchun yig'ildigan pullarga palto urish bu o'zi nihoyatda cho'ng xatolik hisoblanadi. Yana Alloh taolo o'ziga, yana iqtisod egillari o'ziga kiyim-kechak, o'zi yeb ichadigan narsalarga xashlash jarayonidagi narsalarni bayon qilib, buni qanday xashlaydi degan vaqtida Sura Arafning 31-oyatida Ya bani Adem xuzu zinatakum inda kulli masjidin va kulu vashrabu va la tusrifu innalloha la yuhibbul musrifin degan oyatda shuni bayon qiladi. Sizlar masjidga kirgan vaqtida chiroyli kiyinib kiringlar. Ya'ni mal o'qib kelgan kiyim bilanlar, purab turgan kiyimlar bilan undaq nima qilmay, chiroyli kiyinib kiringlar. Va kulu vashrabu va la tusrifu. Yanglar ichinglar lekin isrof qilmanglar. Ya'ni o'zi hamma narsaning o'zini loyiqida yeb ichish bu nihoyat to'g'ri bir ish. Ammo uni isrof qilib uni bizda jiq u narsalar, misol bir yer to'y bo'lgan bo'lsa, o to'yda yeb ichib, eshib qolganning o'zi u yerda misol isrof qilinadigan nurg'un shunaqa ishlarni ko'zimizga o'lko'gan ishlarmi bor. Shuning uchun bundaq yerda nima degan vaqtda isrof qiladigan, ortiq chiqashlaydigan bundaq ishlarning o'zini qilmanglar. Nima ish qiladigan vaqtda innalloha la yuhibbul musrifin. Alloh isrofxo'rlarni yaxshi ko'rmaydi. Siz bir narsa demoqchimidlar ya? Men siz degan gaplar deb bo'ldimi? Arada bir savol. Bayatın unutib qolmay deb degandim. Siz anglamay qoldilar. O'shalikqa farz ayn bilan farz kifoya deb buni ayirishni Alloh o'zi Qur'oni Karimda demdi yoki biz ayirib olgan narsamiz uchun? Qur'onda bu man namozga o'xshash, ro'zaga o'xshash ishlarning o'zida butun odamlarga o'rtaq bir farz qilingan, mayli olim bo'lsin, mayli o'z joyida bo'lsin, hammasi o'qiydigan bir farz qatorida hisoblandi. Hamda mana bu zakat berishga o'xshash va hokazo ishlar kelgan vaqtda puli bog'la berdi buning o'zi. Puli yo'q odamlar yoki normal o'ziga yetib turgan odamni o'qimaydi. Undan keyin misol yog'ochchilikni bildigan odam yog'ochchilik sohasida millatga manfaat yetkazadigan gap, u odamning o'zini butun o'zi hamma narsani qilishing kerak, tumoqchilikni qilishing kerak, yana bir o'zi to'qchilikni qilishing kerak degandek, bunda hamma ish qilib qilinmaydi. O'shuning uchun ilmning ichida bir millatniki ilm sohasini to'shqizish uchun har sohada bir turkum odamlar u qo'ydi. Bu Qur'onning o'zidami
kuntum xayra ummatin uxrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar degan oyatning o'zidimi ikki xil ma'no chiqadi ashundan. Arasıdan bir türküm insanlar degandan hamda bir türküm insanlar boshqa insonlarning o'zini yaxshi yo'lga boshlab yomon yo'lda to'sadigan bunda insonlar chiqsin deganning o'zidan har bir sohada bir türküm insonlarning yetishishligi zarur ekanligini ash oyatni ko'rsatdi. Ya'ni bir millatning ichida u millatniki matematik sohasi, fizik sohasi, ximiya sohasi, hamma sohaning o'zida bir inson bütün sohaning o'zini o'qib bo'lamaydi. Bir ya ikki sohani o'qiy oladi. Uning uchun turkumlab ashundaq sohani o'qish orqali millatniki bütün ilmga bo'lgan ehtiyojni turkumlab o'qigan ilm ash millatniki hamma sohadagi ilm bo'shlig'ini to'ldirdi degan gap. Buni o'zi nima deydi desa, farz kifoya deb qaraydi. Nima uchun degan vaqtda mesela Türkiye'de bir devlette Türkiye'deki bütün tok sahasını başkuğudek insanlar yetiş gerek. Onun kaçlık adam ketmezsen 100 bin ya 200 bin adam ketgaşı olsa devlet şunu okutkandekin tok sahasındaki ihtiyacı kamdıldı. Başka sahanı çödüge vakitte yani net 100 bin adam okup o başka sahanı kamdaydı. Aşırı kılış arkalık devletini etmanıdığın gibi. Yani hem adam bir xil ilimni o'qish o bir falokat oldu. Mesela bizde bu diniy sohadagi ilmni jiq o'qiydi. O diniy sohadagi qancha jiq o'qigan siri, o molla jiq bo'lib ketgan siri bu diniy soha hal bo'lmaydi. Nimishqa degan vaqtda u hammasi o'ziniki gapini qiladi, ya hammasi to'g'ri bir metod o'qimaydi. O'qimagandan keyin uni har xil fatvolarni berib millatning ishini hal qilmaydi. Şunun için bu yerlik nesne mi dese yeterli alet okuş artık insanlar bir sahada bütünlüğü hemiz bir saha kirişiyorlar bu hata diyen gibi. Her saha ilimlerini okuş bu farz kifaye oldu. Kifaye diyen söz ne mi dese yeterlik. Yani milletin ihtiyacına yeterlik alet insanlar okuş diyen gibi. Mandaşet kavaklıdı. Aşının hata için olan gepte yeterlik sahada yeterlik dese farz kifaye dese bir Uygurların işinden bir 5 tane fizik alimi çıksalar o kıpaya. Yine başka adamlar çıkış, başka da okumusun buludu deydi kan mesela. Hatta şu oldu değil mi? O milletniki ihtiyacını kamdiyalasa o kıpaya kıldı. Hem de o 5 tane adam milletin ihtiyacını kamdiyalasa bu oldu kıpaya kıldı diyen gep. Eğer milletin ihtiyacını o 5 emez, 500 emez o 5 bin ya 50 bin adam okusa onundaki kifaya kıldığı aşı olsa şu adamın okutuşta doğru geldiğin gibi. Ama Avrupa'da bir sahaya adam yetişmişse şu sahada kursu vardı. Kurs edip aş sahada adam terbiyeleydi. Onundaki aş sahaya özü verip mesela dükkanlık adam yetişmeye kalsa kurslarda dükkanı kandak işleyimiz, o kasadaki maşını kandak işletimiz, şunun özüne malını kandak koyumuz, onun numaralarını kandak özü körüp malını koyumuz aşını öğütüdü. 15 gün, 20 gün degendek, ya bazı 3 ay degendek, mandağarak kursup kalsa. Şunu alı şöyle görüp işleyimiz misal. Bu şunun okşaş ihtiyaç bu vakitte ihtiyacının özünü temelli yanmasa insanlar, onunla temellidek insanlarını yetiştirip şu ihtiyaç, şu boşluğunu özünü dolduruş, bu özü vezife degen gibi. Eğer onu kılmasa, o şu saha acizlap gelirdi yani. Mesela onun Ezheri bu Ezher'de okuymayanlar, İslam dinini okuymayanlar onun eden biri olan olsa demek bu şu kaideyi hilaf diyen gibi. Elbette. Hem adam mesela biz Müslüman buluş sıfatımız olan Kur'an okuşunu öğrenme deş o bir normal iş hem de. Mesela namaz okuşunu roz, şunu öğrenme vakaza diyen gapının özü hemiz normal. Onun özü hemisi bir yıllık bu tatilde bir ay ya 2 ay tatil var. Türkiye'deki yerde 2 ay, bazı 3 ay tatil koyuyordu. Onda vaktinin özünde Kur'an'ı okup 15-20 sözünü yadılap, o bütün özü Kur'an'ın içindeki ahkamlarını, nurgun nesini öğünüp olalaydı. Misalda, bir tatilde hemen bütün diyen gibi. Ama o insanların özünü yani toplu edip sen Kur'an'ı yadılırsan andak sevap oldu.
o Kur'an yadlap bolğandan keyin hadis yadlasaň mandaq savap boldy, fiqhini yadlasaň mandaq savap boldy diýişiniň özü mana hetqa wagtda jinayet desek boldy hem hazırky wagtda jinayet boldy bu näsinin özü. Misal. Kur'an yadlap bolğandan keyin endi mäli olar yadlaganlaryny hemsitişek başka maksatda demeklik. O iş tügümeydi. Kur'an yadlap bolğandan keyin bunu pişirlaş gerek. Kur'an yadlagan qari, yani Kur'an şaş at qoqşaydı, abda yügellep durmuşsan o keçip gitdi, o degендekçi. Hacı geblerinin ömrü hem şu Kur'an'ı pişirlaş. Hem de Allah özü İslam dinini, Allah'ın dini bu. Kur'an mı Allah'ın dini? Allah üzümen saklayman dedi. Kıyamet kişi bu Kur'an-ı Kerim'ni hiç kim özgertemeydi. Şundan mı ya? Bir milyon qari yadlısıma, yakınmız hemmeden qari yok kesima, o Kur'an yinila saklayman. Bu aşkı saklanıdı. Hiç qari boğması bile Allah onu saklaydı. Bizim küçüğümüz onu yetmeydi. Şundan mı ya? Onu saklaş küçü. Hem diğer asıslık iş, hem de şu Kur'an, yani bizi Kur'ancı deyip koyduk o. Ama lakin Kur'ancı buluşka emez, yine başka tabiattaki kainat kitaplarını, ügünüşümüzünü tevcih kıldı hem de Kur'an'ın için. Hiç kanda bir yerde meni yadlığın sen demeydi Kur'an. Değil mi ya? Yani muşulunga dikkat kılmağaçka bizde hem de köp hatalıklar yüzbeye geçki. Yüzümüzdeki muvazınat, tenşep tutanmağaçka kişilik cadar çıkın gibi değil mi? Elbette. Hem de dini saat okuyan karindaşlar hap oluşku bolmaydı. Onu düşünüşü lazım. Evet. Dini saat misal hazırkı vaqtda şu Avrupa'daki her bir devlette bir tallı molla olsa yetidi. Bir tallı şu dini saat okuyan adam olsa yetidi endi. Her bir devlette. Hem de Türkiye'de bir yerlisinin özde o molla diye Yamanbek Cihkeviyede onu az dep məxsus yana kurslarını etip o iqtisat egillerimi pulunu aşındaq yayı çıkırdı ki o naydipek savab bekçik boldu degendeki o qari degenin özü kıyamet günsi atiretini 70 matiretini 70 adamның özünü cennet sörep kirdi degen petvalı bolgandan aşınaga desmin jıqsaldıgan gep millet başka taraftan qandaq özü zulümlarni çekiyordu, qandaq qiyin kunlar turyordu. Bunu o mollaның özü hiç bir hesap qilyqlik emas. Nima uchun degan vaqtda bu yerdagi narsa jannat bilan aloqasi yo'q. Mening faraz qilishimcha jannat bilan aloqasi yo'q, savob bilan aloqasi yo'q. Faqat manfaat bilan aloqasi bor ishlar bu. Zaten %90%lik manfaat bilan aloqasi bor. Agar undaq bo'lmasa, aşağı adamda bilmem de hazır dünya qayerga ketyapti. Biz qayerga ketyapmiz? Biz Kur'an'ı yadlaymiz deb, şu Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki bunun 1400 yıl burunki zamanda ketyapkan insanlar varımızda. Hem dünya çoğudasa o Kur'an'ın içindeki ilimnin özünü kolap çıkarıp dünyadaki hazır aldın katarda ketyapti da. Aslında qanday qilish kerak degan vaqtda aslında o ilimnin özünü musulmonlar çıkarıp dünyanın aldı meniş gerek. Kaydı bu aslında. Kur'an bizim kolumuzda olgandan keyin Kur'an'ın içindeki ilimlerini çıkarıp dünya halkına örnek oluş musulmonlarning üstündeki vazife aslında. Onu undaq qilmasdan Kur'an'ı o'qib qo'yib lekin Kur'an'ı yad edip lekin yad etgani az deb demedi qitaq içib verip onun özüne. Nicat tapımız deb qo'yatqa işte. Nicat tepiş deganning özüne tushunish kerak. Nicat tepiş degan nima desa? Bütün öz zulümlardan, dünyada buluvatkan zulümlardan qutuluş, insanlarni qutquzuş. Bu nicat bo'ladigan gap bu. Erkinlikni qo'lga elish bu nicat bo'ladi. Biz nicat topdikmi? Qas nijatlik bo'ldi şunun aşını deymiz misal? Hech qandaq. Shuning uchun bu nijatlik degan nima bo'ldi desa, birinchi zamonni tushunish kerak. Bu zaman qandaq bir zaman? Bu zamanda biz nima o'qishimiz kerak, nimani bilishimiz kerak? Shu vaqtda bu zamanga loyiq inson bo'la olamiz misalda. Bu zamanga loyiq zamandaki insonlar hiç bo'lmaganda barabar bir inson holatga kelishimiz lazım.
Bo'lsa, u insonlarning oldiga o'ta oladigan bo'lsak, yaxshi. Ammo hech bo'lmagan vaqtda, bu hozirgi zamondagi insonlar bilan ilm sohasida barobar holatimizni saqlab qola olsakmi, yana o'zi bizda bir umid bor degan gap. Buni qarib qo'yib o'tirib, bu zamonni butunlay unutib ketib, to'xtabdi 1400 yil bo'lib payg'ambar alayhissalom mandarat hadisda o'zi kimki Qur'onni andaq o'qisa, mandaq savob bo'ldi debdiki. Qur'onni o'qisa savob bo'ldi deganda Qur'onning o'zi nima deydi desa, iqra bismining o'zida oxirida allamal inson ma'lam ya'lam deydi. Qur'onni o'qishdagi maqsad inson o'zi bilmagan narsani uningni o'rganish. Yo'q narsa bu. Bilmagan narsani bilish uchun o'qiydigan narsa. Ammo bu Qur'onni yodlayotgan insonlar bilmagan narsani bilish maqsad qilmaydi ularda. Faqat u boshqa yodlaydi bo'ldi. Hozirgi vaqtda meni shunday yaxshi o'qigan, shunday qarilar bor. Telefon shunday yuklab qo'ysak, besib qo'ysak, o'qilaverdi qulog'imizga, quloq qilib qo'ysak, o'xshash emas, bundan nima farqi bor? Misol shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda Qur'onni o'qishni o'rganish lozim, tajvid bilan yaxshi o'qishni o'rganish lozim. Bir qancha yana so'rlarni biror pora yodasim mayli, bir namoz o'qiyim u bu desa, uni yodasi bo'ladi. Uni Qur'onning ichidagi ibodat sohasidagi nurg'un narsalarni bilish lozim. Masalan, tijorat, har xil munosabat sohasidagi narsalarni bilish lozim. Uning o'yinchoqlar narsa ketmaydi. Shu bir oyning ichida agar o'g'itimi desa, shuning hammasini o'g'itib bo'ldi. Masalan, tartib, namoz o'qishimiz va kaza hamma narsaning o'zini o'g'itib bo'ladi. Ammo qolgan hayotning ichidagi ilmdan hozir zaman kafir bo'ldi misol. Ammo Qur'onning boshqa bir narsaga ishon degan hech qanday buyruq yo'q. Buningga ishonmagan odam bu masalan payg'ambarning natijasi keyin yozilgan narsalarga ishonmagan odam hech bir zaman kafir bo'lmaydi. Hattoki musulmon bo'ladi. Yani. Buning ishonish vazifamizmi yo'q? To'g'ri bo'lsa to'g'ri deymiz. Hech bir zaman Qur'ondan boshqa narsa din emas. Bu Qur'on to'g'ri kelgan har qanday payg'ambarning xiyoshi bo'lsin yo sahobaning xiyoshi bo'lsin, bu faqat to'g'ri deymiz. Qur'on to'g'ri keldi, to'g'ri. Ammo u din emas. Buni bilish kerak. To'g'ri kelmasa xato deymiz. Chunki nimada rivoyatda bor. Menadagi nurg'un hadislar paydo bo'ldi. Agar sizlarga bir menadagi shunday hadislar rivoyat qilinsa, buning o'zini Qur'oni Karimni to'g'rilab ko'ringlar deydi. Ayta bir hadis var. Fa'rizu ala kitabillah degan oyat nima hadis var-da. Agar u Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, faqbahu uni to'g'riligini qabul qiling. Ya'ni to'g'ri davlat degan gap. Bergan narsa. Va agar uning va in xalafahu, agar uning to'g'ri kelmasa yo'qsa, farudduhu. Bu xato, Qur'on to'g'ri kelmagan xato davlat degan gap. Ammo Peygamberinin diğer kılan işleri bu Kur'an'daki şu buyruğunun özünde şu kılan işi karşılıklı kabus Kur'an'daki bir buyruğunun özünde şu zamandaki ehvallarda icra kılanlık hesaplanır. Herkes o Kur'an'daki buyruğu bu Peygamberin kılan işi emez. Kur'an'ın özü durdu. Mesela Peygamber Aleyhisselam andak ahlaklık diye mandak ahlaklık diye sözleydi ayeti nurgun adamlı var. Peygamberlik ahlakını sözlep oldurmaysan, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yalancı yapılmalı dedi, böhtancı yapılmalı dedi, hadis bulunmalı dedi. Kur'an-ı Kerim'deki bu ahlakını sözler Allah Teala boş dedi. Peygamber şunu kıkallık için ahlaklık. Kur'an-ı Kerim'den içindeki şu buyruklarını, ahlakı islahatındaki buyruklarını özleştirdiği için ve onu icra kıkallık için ahlaklık. Bilin aşağı adamların özü, mesela Hazreti Ayşe'nin soruğa vaxtında Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı kandak denilse, Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı Kur'an dinleydi. Kur'an diyenin özü neyse, Allah Teala Kur'an'da gözetken ahlakının özünü Peygamber Aleyhisselam icra etken diyen gibi. Özü özleştirken icra etken diyen gibi. Buna yakına bakın. Yani bu yer neyse, Peygamber Allah'ın kitabı düştü. Allah bu Peygamber, bu sahabı hepsi Allah'ın kitabını icra kılıktı. Yani biz geçen diyorsa, kitabı taşıyordu, Peygamber getirildi. Kandırak bir mentıkta okumadık hem
vaqtida Allah'ın kitabı esliğe vaxtımızda bunun da her qanday bir narsaga to'g'ri javob berisha olamiz. Masalan, şu iqtisodni hozir bugungi kunda bugungi shu mavzuning o'zida bu suhbatda iqtisodni ishlatish haqida so'zlayapmiz. İqtisodni mana yuqorqidek holatda kelajakni nima qilib hozirgi zamondagi eng o'zi yaxshi, eng to'g'ri inson, eng o'zi insonlarning o'rtasida layoqatli bir inson bo'lish uchun qanday qilishimiz kerak degan vaqtda boya deganga o'xshash hozirgi zamonda tushunadigan inson bo'lishimiz kerak. Tushunish uchun hozirgi zamondagi ilm fanni yaxshi bilishimiz kerak. Ya'ni iqtisod vakillari yoki ota-onalar pul molimizni sarf qilgan vaqtda bolalarimizni hozirgi zamondagi ilm fanda yaxshi o'qitishimiz muhim. Şimdi müyesser bundaq balla uqasa, baylar onun yardım qilgan vaqtda sen Qur'on yodlaydigan yeri var. Axir demasdan uning o'zini maktabda o'qiydigan ishqa targ'ib qilib, uni maktabda o'qish uchun pulini o'zi to'lab qo'yib mesela, bundaq o'qitishni aytimiz yaxshi. Shunday qilsak millat ilgirlaydi degan. Ammo u davlatning maktabda o'qish bilan hech qanday kabul qilgan bir ish yo'q. Nima uchun degan vaqtda hozir ilm fan o'rnab texnik Kur'an-ı Kerim yaxshi tushunadi. Nima uchun? Alloh taolaning yozgan kitobi Qur'oni Kerim. Hamda yaratib qo'ygan kitobi bor. Bir o'zi ustunlikni tartib qilgan bir inson bir o'zi yerdishimiz shu sohani o'qigan bo'lsa, bir ustunlikni tartib qilsa, uning ichida qonuniyatni o'rganish orqali Alloh taolaning qanchalik o'zi qudratli bir zot ekanligini, bu yerdagi murakkab qonuniyatning qanchalik o'zi bir o'zi Qur'onni qanday o'zi isbotlash nemasiga ega ekanligini ashiyatni o'zi isbotlab chiqib degan gap. Hozirgi vaqtda nurg'un o'zi shu g'arb davlatlariga nurg'un olimlar Qur'oni Karimning nurg'un ichidagi oyatlarni o'zi isbotlab chiqdilar. Ammo bir attal musulmon daxil o'zi u Qur'onning ichida bir tal narsani isbotlab chiqamoq. Bu nomus bizga mana qilgan vaqt. Qur'onni bizga tushirishlik maqsad, Qur'onni insonlarga tushirishlik maqsad, bu Qur'onga iymon keltirishlik maqsad emas nima desak, insoniyatning oldingi sifida insoniyatga yetakchi bo'lish, yaxshi ishda yetakchi bo'lish, ilmda yetakchi bo'lish uchun iymon keltirgan narsa. Hozirgi vaqtda bu odam desa butun dunyoda so'rab balas bo'lib, o'zi butun insoniyatga yomon ko'rinadigan, qo'lni poq kelmaydigan, boshqa bir inson bo'lish oldiga tushib qoldik. Bunun hammasi nima desa, ta'tirsiga, yana insonlarning o'zini hozirgi zamondagi moddiy dunyoga rag'batlantiradigan bunday bir holatni shakllantirmasdan ruhiy bir inson qil, ruhiy dunyoga yetaklaydigan. Bu dunyoda rahat ko'rmaslik, faqat bu dunyoni ko'rish. Ahiretperest. Ahiretperest. Yani sen bu hayat neymi diye vaqtida, sen bu dunyoni qalbi qilgan vaqtida bu dunyoni qalbi qiladigan. Sen bu dünyada to'g'ri bir ilmni o'qi, Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha bu dunyoni sen qalb qilasan. Bu dunyodagi narsani bu dunyo orqali qazanadigan narsa. Bu dunyoda hech qanday ish qilmay turib, bu dunyoni qazanadigan bunday qoida yo'q. Yastir samaydikin ashunda o'zi nihayat katta bir yerga egib qolsa, ashna orqali Hayatımda bugün bir ders öğrettim ben Facebook'ta. Bana bir akıya sordu. If how is strong eğer nime if why is strong da eğer nemişka diyen güçlü olsa how is easy da yani onu kıtlatmış asan buludu da yine şimdi ben nemişün diyengi cevapla tapadıysa yani Peygamber Aleyhisselam nemişün aşıda kılan şu vakti çok mesela çok olsa bunun şeklini sen o kalan ders kandak kılıç asan buludu diyen ki ayında düşündü. Şöyle biz sakılığa, bu çapılığa kaldırıp gitken yani şu başka bir dersin ayak izine onda bir derse bize uyguladı pek az. Yani Türkler içerken buna düşünüyor. İşte olsa bile ki burada biz hakiki davet kılgan dersinin beyni kaplıyor, başka dersine geçme de olur da. Bu arada Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an'ın yüzünü Allah oku teknik,
oku degende Kur'an-ı Kerim'de okuduk gep yok yani şu. Bunlar da hata çünkü. Hani bu konuda qanday şerif qilish to'g'risida bayaqi so'zlab o'tdilar. Hata sen işte var. Ya da hozir bizning din umumiy jihatdan qaragan joyda qanday keldi desa, büyülükler bunu bilep ketken ya da olimlarninki chiqarib qo'ygan fiqhilari, kitapları ya gezip koygan Sahih Bukhari ya degandek önde 6-9 Sahih kitapları asıl tirik insanlara hükümranlık kıldılar. Yani ülükler ciddi başkurulan muşta bir halet dikemez şu. Bunların sizlerden sizlere çıkmalıdır şu. Hatta o intilmelerinde Kur'an'da o dişler şu. Bu hali bilinmeyi de taşından bildik bize. Bu degide hadislerse her yapımızı başka kitaplar bilmez. Ama neminin uyum, neminin ki dahi neminin hemen bilinmedik de işte taşından korkacağız. Doğru. Şu bizdeki bek eğir hem de kesel nemo diye vakıda en eğir kesel bir adam ölüp ketken bolsa, qancha burun ölüp ketken bolsa, aşının kıymetini qilish, aşını ulug'lash. Misol. Buni o'tgan nima dedik? Mesela biz Mahmud Tashqari, Yusuf Qasaji degan olimlarimizda beshimiz ustida yeri bor. Bunlar hurmatini qilamiz, qadrini qilamiz. Va lekin o kishilar hozirgi zamondagi ustoz bo'lolmaydi bizga. Buni bilish lozim insonlar. Xuddi shunga o'xshash, o sahobalar ular zaten beshimiz ustida yeri bor. Ular hiçbir zaman bu hürmetini kap qilmaymiz. Shunda hürmetini qilamiz. Va lekin ular bizga hozirgi vaqtda ilmda nima yetakchilik qiladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda nima degan vaqtda hozirgi vaqtdagi tirik olimlarni o'rganish kerak ilmning o'zini. Ularni hürmetini qilamiz zaten. Ama bütün ilmni ashlab bildi. Bir odam degan vaqtda men sen hayron qolgandim. Olim alayhissalom dunyodagi eng o'zi ilmni jiq bilgan odam degan bir gapni qilganda bir turk bir odam. Endi bu inson zotida egil kelgan bir gapchi bu. Olim alayhissalom shunchalar jiqamazlik atomdan tortib hamma narsani shu daraxtning ichidagi qonuniyatlarni tortib hamma narsani olim alayhissalom bilmaydi. Misol. Bu hammasi g'ayb. Misol Qur'onda g'ayb degan bir ibora bor. G'ayb qilish degan ibora bor misol. Bu g'ayb deganning o'zi nima desa, faqat ko'zimiz ko'rgan nima? Xudo qilib taqalmaydi bu narsa. Biz bilmagan narsaning hammasi g'ayb. Masalan, nimaning o'zini yomg'ir yerda hamma narsaning o'zini biz bilmaysiz deydi Alloh taolo. Bu bizga g'ayb misol. La ya'lamul g'aybi illalloh degan shu ayat keldi. Qur'onda bor. Hozirgi vaqtda o g'ayb emas insonlarga, masalan shu tadqiqotchilarga, havo rayini xabar berganlarga, falan soat yomg'ir yog'ibdi degandek shu 10-15 minut yer berib, yomg'ir yog'di misol. Ba'zanlar hatto chiqqan taqdirdami? Yomg'irning qanday yog'adiganlik hamma tadqiq chiqib bo'ldi. Bu narsalar hozir g'ayb bo'lmaydi, g'ayb emas. Demakki, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda? Hamda biz davomli ergishilgan vaqtida ülüklerge hazırsız degan o'nash ülüklerge ergishish, andakin ülükler tiriklarni boshqarish. Bu naatil bizda bir ig'ir bir kasal bo'ldi. Buning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davomli burun qahramonlarni zodi hurmatlaymiz, burunqi liderlarimizni hurmatlaymiz. O'lib ketdi o insonlar hozir bizga liderlik qilmaydi. Hozirgi zamondagi bizning liderlarimiz, hozirgi zamondagi bizdagi olimlarimiz ularni hurmatlash va ularni o'rganadigan narsani bu zamonning o'zida o'rganish bizga muhim degan. Ama lekin aşedemni hürmetleş için çukum bilip hiç şart emas ki dedim. Elbette. Şu vaqt Türkiye'de o'tgan bir adam o'lib ketdi. Nima deb onu ketdi? Erhat Temirtağ'da. Baş adam ölüp ketishdan burun uni o kadar ben Facebook'tan ko'rmadim. Tunmagan men odamni.
Ölüp ketken onu bazar sepket. O hürmeti sen hayat vakit kısaltıyor. Hayat vakti aşağıda bir kosuldu bak ilimde bir ögense açı bir yer. Bu ögenmeyse her bir şair bir adam ölüp ketken andas şair bana. O hayat vakti şiir kavat kılgan nurlu adam bana dedi. Ölüp ketken onu kaderlep et. Sen kaderge hayat vakti yetiş gerek. Ölüp ketken ondaki mahsusamış kadar faydası yok, tılsamış kadar faydası yok. Hiç kadar faydası yok vakit neyim gerek var. Şuna biz ne diye vakıta ayet adımlarımızın özünü kadirlişimiz ve onların ögündüğün dersini ögünüşümüz lazım. Ögünüp gelecekki asaslanışımız lazım. Bu ülük ketken çağda adadaki Abdülkadir Dağbal'dan ülük ketken çağda bir şiirinden tuttu ki alem öldü diye bir şiiri olsa şu vakta. Bu ülük ketkende alem öldü de şiiret bunu nakşik beyti olsa ama bunun hiçbir kadar faydası yok. Esrepten başka kadar bir içerimiz sıkıştığın başka kadar faydası yok. Bunun için bu adam hayat vakti onu kadirleş lazım. Hayat vakti bunu ögündüğün neresi ögünüş lazım. Her bir insan öz hayat vakti kıldığın yardımları, kıldığın yaxşı işleri olsa hayat vakti kılış lazım. Ülüp olmadı ki onun özüne uluqlap, bunun mazırının özüne şunda kıyısır yasap, bayraklarını kadap bunun demesiyle. Bundan kılış hiç kadar hacet yok. Abra bu takımı taşımazsan hiç kadar ehmet yok ondaki ödetki adamdaki. Ama trik vakitte onun aldığın faydını edip millet özü faydalanış lazım. Bu insanların, bu adım diyen insanların milletke fayda veriş lazım hayat vaktinde. Bu nəhayət mühim nəsə. Xudu bu şu deyim ama hazır vaxtında şu iktisat egeleri olan insanlar ama hayat vaxtında millet neyime ihtiyacı var? Milletimiz ne için bunda tülük hep kaldı? Bunu oyunda kultaklı adam bu çiftnesi bile alaydı. Milletke çıkış yoluna tepişi ve kandak kaçan millet şu patlakasını kurtuldu. Bunu özüne kılıp şu kartta öz balını okuşuğa, insanlarımızın okuşuğa doğru usulda yardım kılış lazım. Keş Kur'an kursu yardım kılmaya milletimizin tekimde gözü yani Suriye'ye geçsek oldu ki Afganistan geçsek oldu ki de bazı zaman maslaşamay ölüp gitsin arzu kılgan insanlarını terbiyelemesi lazım yani. Allah razı olsun. Mesela bu yetkilerini doğru düşünüp bu yetkilerini Kur'an kursu açıklık ustazları çünkü nasıl için bozmalar iktisat doğru yani sen böyle aşağıda fizika, matematik, kemiye gibi okşar bilimlerini bütün adam kim geçse hem yaşlı olur şundan ya. Şurada arkadaş ustazımız tatlı mısırlı Bugün internet fakat emas. İnternet pek yaxşı emas. Şoňa bir näse degen olmady. Ma sualmy eger soralsa hazır başka bir ýan kesiş ihtimallygy bar. Çünki baýatyn diqqat çekken sualdan birisi başka teşkilatlarga ve başka organlarga, yani siyasi istikbaldan ketewatkan milletiniň menfaati üçin izlenewatkanlarga serp kılınış toğrusunda söz bolundy. Keyinki zamanlarda deslepte teşkilat kuruş degen belki çoğun işte körünüp gitip onunla çoğun bilip ondan çoğun ders ümit kütüp anandaki ona kol keltiremegenden keyin ümitsizlenip gitip hemmisini jygyp döşep ahlakty taşlap köz gelmaýmada yaşagan bolsa keyinki günlerde teşkilat kuruş asallaşıp gitip 4 edemci teşkilat kuruplam özünün etrafındaki adamlar bilen oğlaş çolaşlap kazan kumuş teyyarlap çümüşnün beşiği çıkıp algan mazalıkның şeyhedeklam bir alet şekillenip kaldı. Şuna teşkilatның mı mesulet dairesi alakadar yani bir program kılsak yaxşı olacak dep oylap kaldım çünkü bu bir sualga cevap verişten tügmeslik mümkün. Şuna menin sualım aşu idi. Şuna bu ayrım program bolsa bolamdy yoki kısa bir cevaplaş zeruriyeti barmy ustaz öz cevap bersin. Rahmet. O teşkilatın aşu devletçilik sahasında bir sözler yaptı. Aşu vakitte bu
Benim başka nimem yok. Bugün biraz egzibesiz oldu ama bu to'g'ri yaxshi emas. İnşallah aldığımız günler yaxshi ketar. To'g'rini yangi ishlash bosqichi kelgan. Shu oxirgi bosqichlarda biraz o'zini ko'rsatadi. Mening so'zim tugadi. 2 minut qoldi. Gençler bekleyecek vardı ama mesela biz ikimiz biraz yanlış görebildik. Ardından da set başlaydı. Yani me'morlarni pakiz chiroyli chizsak yaxshi-chi. Benim bir de ben benim taşlarımı soğan yapıyoruz. Gaz siyasi yakınlısa Hüdayi durumda üniversite sonrası çekip sonrası Hmm. başka bir söz olursa Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türkiye bakın.